Katta kelin. Latta kelin. Voy. Tekin tamom. Kechirasiz. Tayyoriga ayyor pishirganlarim mazza qilib yeyapsiz. Mazali chiqdimi? Unchalik mazali chiqmabdi. Kelinlarning kichigi, o'rislarning kichigi. Kechirasiz. Qalay endi ishlar? Kuchuga o'xshab, akillasak ham, mushoga o'xshab ayrimlarga suykalib yurmaymiz zatoshto. Voy, suymaganga suykalma deyishgan. Endi suyishmagandan keyin suykala olmaysiz hamda. Bizning o'zimiz ham suyadiganlarimiz bor, kuyadigan. Katta tishlasin ham, katta gapirma deyishgan. Suyuklilaringizga suyuklilari topilib qolmasin yana. Ancha suykalishganmi deyman-de, a? Voy voy, gap desa qop-qop, ish desa Samarqanddan top. Bularni hammasini pishirishni o'rganing undan ko'ra. Erkaklarni sevgisi oshqozon orqali. Sizlarniki oshqozon orqalimi? Bizlarniki mayli. Yurak bilan. Voy, biram ko'p maslahat berasiz. Lekin tushunaman, qari bilganni pari bilmaydi. Siz oq sochingizni hurmati uchun gap qaytarmay jim o'tiraman. Voy, sochimni oqini qatdan ko'ra qoldingiz? Ayda ichingiz oq bo'lmaganga xasab sochingiz oqdir. Voy, sizniki oq bo'lsa ikkalamizga ham yetadi, o'sinjon. Qarang, opajon, nimaga sizlarni oyijon uyda bo'lmaganlarda o'zidan qaylanani yo'q xolos. Ahamiyat berasizmi? Hamma narsaga xo'jayini mana shu uyi bor, o'zingiznikidek his qilasiz. Между прочим, bu uy menga qoladi, siz bundan sip bo'lasiz. Конечно, bu ikki xonali uy faqat sizga yarashadi. Bizga sho'lpillab qoladi. Ну да, в принципе, bu yoshida sho'lpillamay qat'iga borardi. Voy, men ham edim sendek, sen ham bo'lasan mendek. Voy, oldingizga qo'yganni o'pirishdan boshqa ishingiz yo'qmi? Bu siz bir kunga ovqat qiling, mashinadan mana bir ying. Opajon, sizga yetmaydi deya ovqatlar sizni qo'lingiz baribir rosa ham shirin, to'g'risi shu yerda tan oldim. Siz zo'r ovqat qilasiz. Qo'ying, asal. Aytdim-ku, katta kelin, latta kelin.